Hürmetli Otuzoğan, bizden bu bayramlık bezimiz şundan yaxşı ketip barda. Bizden şu bayramdan şu Qashqar qarindoshimiz Üsküreşkin kelgan, alay teklif qilingan aziz yemirimiz, elidan kelgan ataqli xalq qiziqchisi, yosh xalq qiziqchisi do'stimiz Ahmadjon elga qarindoshimizning salomini aytib keldi. Biz bu elga qarindoshimizning salomini Ahmadjonning og'zidan bir shaq-shaq yumruqni anglab qizg'in bir o'tarsak, qani qizg'in qarshilayli. Rahmat. Assalomu alaykum. Ani diyar güzel Qashqardagi barliq qarindoshlar. Hammangizlarga G'ulji xalqidan o'tliq salom. Bo'ldi, bugungi bazmiga oddiy o'smi bir qancha yumor aytib beray. Yoqtirib olsangizni umid qilaman. Urumchida yomon qimmatchilikka Moşu özümüzden apırıp satkan mahsulotlarını vakti kelganda özümüzün intayin qimmat setib ekanda. Bir kuni qishda hamda ustida bunim yayildi qo'g'i yemakchilar 5-6 bola kelib bir qo'g'ini tilib setayotgan odamga qish turib qoldik. Turib shu bilan tilimi necha aka dedik. Tilimi 3 koy dedi. Shu bilan tilsizlar bir yayla dedik-da, bu odam pichoqmi, yomon ish tikkan, o'zi qo'g'ini tilgan usta odam ekanda bu. Amani katta dedi, ashur qaldı. Baş biçaratdan kelmay asabı qo'g'in langshiydi juma. Bu chetki qo'g'in ko'rinyapti-da, shundan debmiz. Endi shapaq tashadigan suv tashyapti buni. Tashitib, sap qarab turib ketib, yana katta, yana turib uningni minibmiz-da. Uni mi tashyapti? Tashyapsam bu odam sal ochiqlab, "Nima bo'ldi?" dedi. "Nima ish qilyapsiz?" "Tilyapman." dedi. "Xafaman, men sizni qirib deb ketibdi." Bak G'uljining yezdirda, Chak yezdirda yashaydigan sodda bir taranchilar bor. Bu Chapchalninki Chak bir yezdin 2 taranchi bola. O yezdirda egiz lo'fanlar qurilishlar yo'q emasmi? Shaharga kirib boqmabdi-ki, shaharga kirib lo'pan ko'rib chiqamiz deb ikkisi kiribdi. Kirib shu bilan bularning yangi yo'l teatrining oldida tushadigan qatnash bor. Qatnashni tutiblar birisi. "Hey, 10 qo'lni ko'ryapmaydimi?" Biz yani bir son qo'lni ko'ramiz, "Voy, egiz bir lo'pan aka sanab qo'yamiz. Mahallaga chiqsaq deb beramiz, buncha qavatga deb." Debla sho'li mingandagi lo'panni sanab qopti-da. Mana sanab olsa, mayaqdan bir avtomobilga kirgan, pulga intayin ehtiyoji bor. Chiqib olib qopti. Kelib shu bilan oshikisining turqi qarablar, yezdi kirganligini bilyapti-da. "Adash, oshikisi saraliqniki. Uni bunda pul undirimiz bo'ldi." Debla o ikisi tazxiyaldi sanab olsa, avtomobildan ikkisi kelib birisi alni so'rabdi. "Nima ish qilyapsan?" debdi. "Qo'qida bular, yangi shahar kirgan kun. Voy, lo'panlarni ko'rdik." "Voy, ko'rdik deysiz, bunda qilyapsan bu." "Bu sanab boqdik, undan chiqayotgan" deb. "Voy, biz nima ish qilamiz biz? Bizga zeriksak sanaymiz, o'miz ko'rimiz" deb so'rab qo'ygan lo'panlar bor. "Saradan kirib beka qilsan olamsan buni? Bir qavat sansan 10 koy. Necha sandan?" debdi. "4 ni sangan, 4 ni." Deb aka 40 koy. Diyen gün o qo'qida, "Mamangina o lo'pan sangan pul olamsan, qiyiqsiz bagina, umusin bagina" deb 40 koyni bag yetibdi. Shuni bilan o 40 koyni avtomobilga qilgan bola elib og'inisiga qo'shal, "Adash, qanda? Bu saraliq degan mushta jo'ndigan oldu. Lo'pan sangan 40 koy desek, ba'di mana deb ketib qolsa, yana 40 koyni bagan saraliqni qo'shalki." Yana birisiga, "Yo'q, adash, bu shaliklar gir ekanchi bu, 4likka." dedi. "O nima bo'ldi?" "Asli men 8 ni sangan 4 kilo pul oldim." O'sha sanab oldim deb qo'shilib. Bir yezdi bir o'tirash chiqdi. Biz chiqqicha 30 ol mas'ul bo'ldi-da bu yerda. Shunda kiron dedi, shu o'tirishga kirib olsak, bu suq yo'lda bir masjid bo'libdi. Ve mabalni o'tkazsam olmam desam, oyoqda ish emas. Tegma, bu degan 30 o'g'ilning guli bu, dedi. Sho'la bo'pti deb bunda yandab o'tkazdik. Bu yerda bizmi o'ynab, biz bu yerda tanishaldik shu bilan. Shu uyda qo'nib qoldik-da yaxshimi. Yuribga cho'qanchoqda burnim yomg'ir timchiqandek timchiydi. Bunda ko'zimni ichib qarsam, yiliq 30 o'g'ilning guli degan emas, 10 yetilib adab yutdi-da bu. Oçatdan da yezdik baldın tötet ıslah atatdı. Oşa qilib o'ri qo'ydim buni. O'ri qo'ydim,
ular endiki o ne oldu dedi. O cümiyetler 30 yılın gülü 10 yıllık su içiyor. Mavi cemiyette kanun, kaydı yüzün, diğerlerini pekatlı düşünmeyi, özünün bilgini rastlıklı yaşaydıgan nait saddı deykallarımı bakençi. Bultuma korulunun yeni şey yolu da bizim Olcu'dan kelgen akam ağabeyimiz Absamet Kem'nin maşinesini tutup yaptı Jotonu. Şunun 200 köp pakem koyaptı da bana telefon kılıp hem kersiniz dep. Ben bazen nemi payıs olsam siz hem senet çoğun tonup kalar dedi. Boptu berip bakaydı bardım. Beripli qarsam biraz o Joton sakçısı Uygur ballı eken. Assalamu alaikum deb görüşüdüm, o kişi tonup kaldı. Ohoy, ililik epizop çıkıp ha. Esim ankam tizlik ma? Vay, yaxşı istek salam etti. O akamның maşinesi tutup atışlarsam, çavso eken, çavso. O çavso degeni nima deb bilmegen kişi sorsam, süretте az dedi. Neçe minuttu bu? Süretте izlesem 80'de deb kapıladı. O bir 80'de mans tutamsızlar? Biz Olcularda maşinede alsak 200'de piyade alsak 120'de hiç kim tutmaydı. Dedim, ma adaş edemde denişiga çıkmışsam bir ötün parasında berip etdi. Bunu rahmet dep koyup dep turuşum kıla aşağıda bir kızık iş kaldı da. O kızık iş madamda. Rahmet dep turuşum kıla ayaktan bir kona bir şali ekip kaldı. Bunun meniş hata okşaydı, Jotun sakçısı kaydı bilen tozudu bunu. Da çetkili buyruğuydu, bu çetki toxtadı. Toxtagan dikin berip, aşı katna sakçılarının kayısıyla salam kıldı da, berip şart salam tutulsa, o şoför çıkma koymay, işçide oturup, teşlak dep koydum. Bu maşinin aldığa keyniga ötüp tekşirep bulup, "Oy, bu maşinimizin pençesi yok mu?" dese, "Ah ya" diyor. Ensireydi kaç yok. Boz takap koymaz bu ne? Şunu olan sal açık gidip şunçacığını çıkarın ha. Dedi. Şu birey dedim yok da o. Dedi şunu olan sallaş öttü terik. Piravağına çıkar piravağına. Dedi bu kenyancığını aktırıp kaldı da kenyancığını. Bu piravağına yapırdık akşay desem mahçıyıp ketken bir tane söyleyen şanayını varken rast bizde kastıdan tutaştırıp koyup olmuyor. Dedi o Jotun sakçından kattık açık geldi. Nimde kaydı okumaydı lan sen? Bu maşinanın nimisi var zaten? Dese vay Jotun. Bu biçare maşinamın menden başka hiç nimisi yok. Bak Ürümçi'de her şeylerden, her jutlardan berip yaşaydıgan musafir adamlar çıkken, şunda bir iki musafirin kızık işini bir anlap kaldım. Birisi qattiq kutib turaydi ekan. Birisining qattiq ig'zib turaydi ekanda. Bu ikkisi uqmay bir karavot satadigan yatakkan, bizdan 2 karavot epli bir yatak yetib qapti. Ertigin qo'yib qarasa, o kutib turadigan paytı yo'q-da. Bani ig'zib turadiganligini uqmaydi ekanda. O dumi tuxlayibga o'g'itibdi. "Hey, men paypaqni sap qo'ygan ko'rdingmi?" debgan. "Shko'yliq paypaq uyquni buzmanglar" deb. Shuni o'ylab turib ketib, "Bu uyda sen bor, men bor. Paypaqni sen ko'rsan kim ko'rdi?" deb ani sal ochib, "O'zingga chimvol, qo'shningni o'g'irtma degan gap emasmi?" deb shunda udul qarsa, kulib, "Voy anamni, og'zing turadi, paypaqni yebsan" dedi. Hamda müşahidike o'taqan qarindoshlar, Olcuga borgan bo'lsanglar bilishlar, Olcuning tog'lari bir xil yeshillik hamda. Hamma tog'da daldiroq to'liqda qarag'ay bo'sib keraklar. Mush Qashqardan faqat Olcuga berib boqmagan bir akimiz beribdi. Bu akimizni son sayat qilib kelaydi deb Avliya cho'qida bir tog' bor, Chapchalni ayasning. Shu yerga chiqdik. Bag'ichi mashinaning ichi parang bilan bo'lib, sirtqi sapsamay beribdi-da bu akimiz. Şoňalan şu yeşil bir togayıp koyganda lıqqıdanlı qargay var bir tağdan tüy düşdük. Düşdük maşindan çıkıp bu qargayını görüp aqlayran qalıp adamdan. Oy, bu ililikle işlemeydi. Hennavası aqqoň dep anlaydı. Döňtoňlaryny koymay iri köçe tikip bopta bu ka.
Evet, şu ben düşündüm aka, bunu adam tükkan ko'chat emas. Bu adam tük bulamaydı bunu. Xudoning rahmeti bilan yaralgan tabiiy boylik bu. Sen paydo qoldi bu adam. Xudoyimiz Qashqarda o'chirdik, endi va mablag'ni ilg'ila saptiki. Ürümçide naat isil katta restoranlar, tez tamoqlar ichilibdi. Bu biz iste'molchilarning ta'lidi, lekin cheklimi bek chiqib keldi. Mushu yezidim bir bolasini yo'qlab qolgan bir 4 ayol naat katta bezalgan bir tez tamoqxonaga kiribdi. Kirib, bularni bir jo'zda o'tirib, yeydigan tamoqlarni bo'rtib olib, angish fuyan qiz choy quyib kelgan, shu choy quyish orliqda bir ayolning qo'liga buvoq bo'lib ekan, tam taraf qarab, bolasini imitibdi-da bu yerda. İmitvatsa affuyan keplar. Hey, balınızı imitmem. Bu ayolun haqla hayran qilib, "Nimishqa bu o'zimning bolasiz, nimishqa imitmayman?" desa, sirtdan ichimlikka kirishga bo'lmaydi deydi.